Dangerous Sport jamoasi hujum tarafda o'yin boshlashadi va ularga qarshi bo'lgan jamoa Ustality himoya Hop, do'stlar, tarafda. o'zinglarni sevimli jamoanglarni chatda bitta spam qilamiz va o'yinni boshlaymiz. Ketdi. 6, 5, 4, 3. Let's go! Yeah. Mamida. Va boshlandi va ko'ramiz. Ahror Alixonovni ko'rsatishmoqda, Bomplace'ni qo'riqlash uchun ketishyapti va terrorchilarimiz o'z navbatida o'sha tarafga hujumni amalga oshirishmoqda, ya'ni A maindan. Evil juda yaxshi men amalga oshirdi. Voy! Double kill Grinch tomonidan, lekin Evil javob qaytara oldi. 3-3 vaziyat. Va bomba qo'yiladimi, ham ko'ramiz. Tez orada bomba qo'yilishi kerak. Va ko'ramiz. Endi hozir etik qilib ko'rishadi 3-3 vaziyatda. Bu yerda hozir to'pponchali raundda kim olar ekan va Evil hozir bitta headshotni amalga oshirdi. Ikkita o'yinchi haqida informatsiya bor Templedagi va bu yerda Player One Raver smokda topmoqda va Evil haqida informatsiya bor. 3-2 vaziyat, Kitty bor, ya'ni Diffuse va bu yerda Player One'dan kill bor. Va bu Evil kill bir qilish. Quadro! Bitta kill bermoqda va 1-1 vaziyatda qolib ketdi. 34% joni qolgan. Evil haqida informatsiya bor. Endi Player One esa Diffuse. Voy! Evil qanday o'ynadi? Wow, qo'shimiz kerak Evildan Ace va birinchi raundda Dangerous Sport uchun olib bermoqda. Bizni DJ qilib qo'yish kerak. Mana bu yerda Grinch yaxshi o'ynagan edi, double kill amalga oshira oldi. Player One ham double kill bergan edi. Lekin Evil juda ham chiroyli o'ynadi va Ace bergan holda jamoadoshlari birinchi nima deyishyapti-da? Birovlar nima deyapti-da? Boshqalar Bilmadim, aka. 13-11 yutadi Danger'dan. Nima deyishyapti-da? Yonimdagilar bilmadim, hayronman. Bizda rozigrish o'tmoqda hozir Asus shunaqa. Asus jamoasi tomonidan. Va bu Aslom bu ikkita kill amalga oshirmoqda. Tigirlar hozir Aslom ikkita kill topib o'z jamoasiga juda yaxshi vaziyatni yaratib bermoqda bu yerda. Aslom u yo'q, Umar o'qidi. 3-3 vaziyat va bu yerda esa hozir retekni amalga oshirisharmikan ko'ramiz. Rasha. 3-3 vaziyat va bomba qo'yilgan. Yana retekni amalga oshirishga majbur kontra terrorchimiz, lekin bu safar avtomatlar aynan Evilni qo'lida va Evil 3 ta o'yinchini ketma-ket minus qilgan holda ikkinchi raundni ham jamoadoshlariga olib bermoqda. Qolish kerak Evil. Yangi talantmi deyman-da. Bilmadim, cho'chota yaxshi o'ynayapti. Roadda 13-11. Bilmadim. Mana bu headshotlarni qarang. Sochni birinchisi speediga va bu yerda Ebzu rasmendiga o'ynadi va Evil, yana o'sha Evil hozir triple killni amalga oshirib ketdi. Ebzu kim o'zi bizda? Ebzu Umar bo'lsa kerak, menimcha adashmasam. Va Lesailsdan albatta 100 ming so'mga Let's CS2 set sotib olishingiz mumkin. Va ikkita odam bemalol to'yadigan set 100 ming so'm atigi 3, 4, 5 iyul kunlari va bu vaziyatda hozir senator minus amalga oshirmoqda va Evil ham yana bitta minusni bergan edi. 3 ga 4 vaziyatda hotki Ustality jamoasi yana bitta raundni berib qo'ysa, orqadan Aslanboy kirib kelmoqda, lekin tayyor bunga Dangerous Sport jamoasi qanday chiroyli o'ynashdi. Grinch bilan Ahror endi raundning oxirigacha o'ynashadi. Bu yerda hozir juda ham qiyin ahvolga tushib qolishdi va Ahror hozir bitta minusni topmoqda. 3-2 vaziyat va bu save bo'lishi kerak. Chunki vaqt kam va diffuse kiti ham yo'q. Va Grinch buni bilgan holatda hozir safe'ga ketmoqda. Va mana bu Exit round qidirarmikan? Exit killlarni topish kerak bu yerda. Exit kill kechirasiz round. Exit kill va Ahror hamda Grinch hozir exit kill berishga harakat qiladi, lekin ular middan Catwalk orqali qochib ketishdi. Evil 9 ga 0 ketmoqda hozir. Qoyil qolish kerak. Evil prosta уровеньda o'ynayapti. Ajoyib o'yin ko'rsatyapti. Hozircha juda ham yaxshi boshlab oldi. Va eng asosiysi avtomatli raundlarni ham qo'lga kirita olishdi. Juda ham yaxshi o'ynashdi bu vaziyatda Dangerous Sport jamoasi a'zolari va B Bomplace'ni juda ham tez egallashgan edi. Shuning hisobiga albatta Ustality jamoasida imkoniyat qolgani yo'q. Ular safe amalga oshirishdi. Va endi keyingi raundga e'tiborimizni qaratamiz. Mana bu. Mana oq qarashlar. Mana oq, mana esa Asus. Hamma okan soch oqarib ketdi, o'sha oq tarifiga ulanmaganligi uchun. Agar oq tarifiga ulanganida va eslatib o'tamiz, hozir oq tarifda bo'layotgan Gazboz xizmatidan foydalanganida kuniga atigi 3000 so'm to'lab cheksiz internet va muloqotga ega bo'lishlari mumkin edi. Bu oqda bo'layotgan hozirgi albatta tarif. Endi oq tarifi adashmasam hozir eng yaxshi tariflardan biri. Juda ham Gazboz tarif. Juda ham arzon va juda ham qulay tarif. Hop, bizda esa 4-raund boshlanmoqda. Bu yerda esa Aslam hozir sakrash harakati ko'rdi, lekin sakray olmadi.
Va midda hozir retake bo'ladi deb o'ylayman. Mana bu yerda esa Grinch qiyin ahvolga tushib qoldi va Grinch orqasidan hozir minus qilishmoqda. Bu yerda 3 ga 4 vaziyatda qolib ketishmoqda. Danger jamoasi hozir ko'pchilikda va hozir rampadagi o'yinchi Player One uni Umarni ota olmadi. 4-2 vaziyatda qolib ketishmoqda va B'ga qarab yo'nalishni o'zgartirishmoqda hozir Danger jamoasi. Va bu yerda Zafar ham hozir menimcha minus bo'ladi, lekin Zafar bitta minusni berishga amalga oshirdi, lekin Ahror hozir 3 ga 1 klashda qolib ketdi va bu katta ehtimol bilan yana safe 4-0 kutmagan raundlarimizni olishmoqda. Ahror Laxonov albatta 3 ta o'yinchiga qarshi kurashga chiqmaydi. Umar o'z navbatida menimcha avtomatini kalashga o'zgartirib oladi. Mana shunday ham qildi. Bu degani Danger Sport jamoasida keyingi raundlarda ham full baylar tayyor. Pullar bo'yicha muammo yo'q, nech pul kerak deyapti. O'z navbatida esa Ustalik jamoasi juda ham qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Albatta middan harakat qilish, tez midni olish kerak, lekin Catwalk tomonidan va mid tomonidan hujum amalga oshirilgan edi va bu vaziyatda kontrterrorchimiz xatolikka yo'l qo'yishdi. Bu raund ham qo'lga kiritildi. Albatta save qilingan raund. Shu bilan 4-0 hisobidan o'yinimiz davom etadi. Nima bo'ldi, Botirshot? Chatda Evil haqida juda ham yomon gapirishmoqda. Chat unaqa demanglar va bu yerda prosta Evil o'yini o'xshayotdi desa bo'ladi. Evil hozircha o'zini juda yaxshi ko'rsatmoqda. Qo'li kelyapti, ya'ni. Shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi, ya'ni Prime'da bo'lib qolasiz, qaysidir o'yinda qo'lingiz qizib qoladi. Ha, ya'ni o'xshaydi. Hozir mana Evil 9 ga 1 ketmoqda. Va chatda eslatib o'tamiz, 3200 ta tomoshabinimiz bor ekan. Iltimos qiladi, like va podelиться tugmasini bosib qo'yishinglarni. Mana shu like va podelиться tugmasi kanalimizning rivojlanishiga va ushbu turnirlar tezroq. Mana bu yerda qariya hozir keyfga fast round qilishmoqda va bu yerda Zafar hozir xato qildi, Grinchni ham olib ketishdi va bu yerda Aslamni ham o'tkazmoqda. 1 sekundda uchta o'yinchimizni yo'qotmoqdamiz hozir va bu yerda Vitality jamoasining Player One o'yinchisi, Ustality market va bu yerda Ahror bilan Player One hozir 3-2 vaziyatda qolib ketishgan va bu yerda Player One hozir yana bitta o'yinchiga uron berdi va bu yerda Player One yana 3-2 amalga oshirmoqda. Player One hozir 4-2 amalga oshiradimi? Mana qarang. Va o'yin haqida informatsiya bor hozir. O'yin haqida informatsiya bor va keyf haqida ham informatsiya bo'lish kerak. Ikki vaziyat. Info bor. Bomba qo'yilmagan asosiysi. Bomba qo'yilmagan, eng asosiysi bomba tushib qolgan ekan B-plantda. Plant o'zida tushdi. Saytda tushib qoldi bomba va hozir buni bilgan holatda Player One o'zini Ahror jamoldoshiga hozir chek qilishni so'rayapti, adashmasam va bu yerda Player One ko'rdi, Player One quadra kill va Player One hozir rampadagi o'yinchini o'qimadi. Ahror bilan hozir River 1 ga 1 qolib ketdi. Rusher va bu yerda hozir 51% ga 68% qarshi va Ahror Alixonov va tuxum yorilmoqda do'stlar. Tuxum yorildi. Qolish kerak. Ahror Alixonov kerakli bo'lgan raundni olib berdi. Albatta Player One'ni quadro killi bu raundni olishda asosiy vazifa bo'lib xizmat qildi. Mana birinchi minus, ikkinchi minus, undan keyin mana uchinchi minus va Kiev degan o'yinchi ham yo'q qilingan edi. Juda ham yaxshi o'ynadi. Albatta Player One hozir solo o'z yelkasiga o'z jamaldoshlarini ortib raund olib bersak ham bo'ladi va bu yerda esa bizda Ataka yana bitta rozigrish. Gravastar, Ataka va Kogr birgalikda in-game bilan birgalikda ushbu rozigirishni amalga oshirishmoqda. Buning uchun ham streamimizni tagidagi havolaga o'tib, Instagramga obuna bo'lib, o'sha postni yaqinlaringizga ulashgan holda ushbu rozigirishda qatnashishingiz mumkin. Juda ham yaxshi. Bu vaziyatda ozgina Danger Sport jamoasi sekin raund amalga oshiramiz deyishdi va Rusher Grinchni kutib olmoqda Red Roomda. Qo'yil qolish kerak. Hozircha o'yini o'xshamayapti va bu yerda hozir Dovulga kirib keldi va Umar hozir Ahrorni tutib olmoqda va 3 ga 5 vaziyat, lekin Zafar hozir bitta minusni amalga oshirdi. 3 ga 4 vaziyatda qolib ketdi. Grinch. Bu Grinch emas-ku bu. Bu Aslamboy. Aslam hozir nimagadir ichkadi Grinchni. Men tushunmayapman, Grinch Aslam hozir vaziyatni 3 ga 3 vaziyat qilib berdi va bu yerda esa yo'q, Evil qo'rqmayapti. Evil qo'rqmasdan Slabida Anitaga pik qilmoqda va bu yerda Zafarda 2 kill bor, nima? Bitta sprint yo'qim bordi va bu esa ikkinchi raund. Hozir emotsiyaga berilib tuflab bordim. Gap bo'lishi mumkin emas. Qo'lim olib qoldim o'z vaqtida. Zafar yaxshi o'ynadi, double kill amalga oshirgan edi va bu raund olishga yordam berdi albatta. Player One ham oxirgi minutda amalga oshirgan edi. Mana bu vaziyatda Red Roomda juda ham chiroyli minutda amalga oshirishdi va
Bomb Place haddan tashqari tez egallangan edi. Lekin Retake o'zini so'zini ayta oldi. Mana bu zafarning chiroyli kunlarida juda ham ajoyib bo'ldi va Hisob qisqarmoqda asosiysi 4-2. 4-2. Terrorchilarimizda ham ekonomik muammolar borligini ko'rib turibmiz. Lekin hali kalashlar va rasketlarga pullar bor. Shuning uchun o'ynashlari mumkin hali. Ya'ni raund olish imkoniyati bo'ladi. Ahror har doimgidek donatni egallab olmoqda. Shu yerdan o'yinni davom ettiradi. Asosiy hujum esa Bomblesga qaratilib bo'lindi va Bomblesga hozir Grinch yo'q qilingan ekan. Grinchning o'yini umuman o'xshamayapti. The Far Flash bilan albatta Retekni amalga oshirmoqchi, lekin buni uddasidan chiqish oson bo'lmaydi. Aslanboy bilan birga o'ynashga qaror qildi. Templedan va Evildan bitta minusni bermoqda Aslanboy rasmenda Speedini yo'q qilib berdi. Ahror hali chiqishga Aslan yana bitta kill amalga oshirdi, lekin bu umar rasmiy qilmoqda. Chunki vaziyatda va Aslandan triple killni ko'rmoqdamiz. Ahror bilan birgalikda ikki vaziyatda qolib ketdi va Ahror smokdan chiqib o'ldirib ketmoqda. Bu haq Oy, Rasher yaxshi o'ynadi, double killni bergan edi. Albatta Aslanboyning HP'si ham kamroq edi, shuni hisobiga Rasherning imkoniyati baland edi. 5-2 hisob. Danger Sport jamoasi ikkita berilgan raunddan keyin o'zlariga kerakli bo'lgan 5-raundni qo'lga kiritishmoqda va tez orada 8-raundga start beriladi. Hozircha ikkala jamoa ham juda ham chiroyli o'yin ko'rishmoqda. To'g'risi, men bunaqa o'yinni kutmagandim. Hozir Evil degan o'yinchimiz qo'rqmasdan ikqib o'z jamoasi uchun entry'lar topib bermoqda va bizda esa 8-raund start olmoqda do'stlar. Va giveaway eslatib qo'yamiz. Bu Asus tomonidan bo'layotgan giveaway. Shartlar ham juda ham oddiy. Ularni Instagramiga o'tasiz va postga 3 ta odamni belgilaysiz va podpiskani bosib yutib olish shansini o'zingizga qo'lga kiritasiz. Juda ham yaxshi. 5-2 va hozir pul yo'q. Pul bor, yo'q, bu raund yutqizsa pul yo'q demoqchi. Bu raund yutqizsa albatta kontrchilarga. Lekin eng qizig'i Danger Sportda ham bunaqa yaxshi ekonomika emas ekan va bu yerda hozir B'ga chiqishmoqchi va B'da qarang 4 ta o'yinchi bo'lib turib olishgan hozir. Kimlar bilan yopildi? Smoklarning orqasidan pik qilishmayapti. Bomba tezroq qo'yiladi. Qo'yilmoqda. Bu yerda esa hozir topa olishmadi, kill bombani qo'yib ketmoqda. Va qarang, smoklar hali hech kim bir-birini ko'rgani yo'q, lekin o'sha bomba qo'yilib ketdi. Juda ham bir-biriga Speedy kill berdi. Aslam rasmenda va oynadagi o'yinchi o'qilmaydi. Va oynadagi o'yinchi hozir Aslamga bitta o'qib berdi va oynadagi o'yinchi haqida ham informatsiya bor. 3-3 vaziyat. Bu Umar yana bitta kill amalga oshirmoqda. Hozir Ahror ham kill berdi. Ikki vaziyat qilib bermoqda va defense qilish kerak, lekin bu yerda Senator hozir smokni yorib bitta kill amalga oshirdi va Ahror ikki bir vaziyatda qolib ketdi va yo'q, bu yerda shans berishmadi. Prostrellar bilan Ahror Alixonovni ham yo'q qilishmoqda va 6-raund qo'lga kiritildi. Danger Sport jamoasi yaxshi formada tashrif buyurganliklari ko'rinib turibdi ushbu turnirga. Menimcha hozir Grinch uyg'onmagani. Grinch uyg'onishi kerak, chunki Grinch agar uyg'onmasang, ukam o'yindan chapaloysan. Qo'rqib qo'ying. O'yindan keyin seni mamlaqa narsalar kutadi. Qarang. Bu naborot kutmaydi. Kutadi, yuragi dukullayotdi. O'yindan keyin deyapsiz. Va hozir yana raund davom etadi. Eslatamiz, kontrterrorchilarimizda force buy, ya'ni avtomatlar to'liq emas va hozir hujumni amalga oshirishayotgan xatolikka qo'shmoqda Ambaindan va Grinch oxiri minus bera oldi. Ahror ham double kill bilan javob qaytarmoqda. Juda ham yaxshi o'yin, Evilda juda ham kam HP va orqaga qaytishga majbur bo'lishdi terrorchilarimiz. Ushbu hujumni afsuski yakunlay olishmadi. Bomba portlovchi modda tushib qolgan hozir A hududiga va bu yerda player 1 orqadan kelmoqda va mittaga o'yinchi Senator hozir eshitarmikan? Senator hozircha eshitmadi va eshitdi va bu yerda player 1 Senatorni kutmaganida to'g'ri ikki vaziyat qilib bermoqda. Senator va bu yerda Evil o'zining 13% joni bilan hozir Amainga kelmoqda. Grinch esa hozir Ahrorga aytayotdi, bitta Amainga qarab ber, bayt qilib ber deb. Chomasi rasmiy qilib beradi. Infoga o'ynab berish kerak va bu yerda esa to'rgikka vaziyat 55 soniya vaqt qolmoqda. Menimcha save qilishadi-da, save bo'ladi va ikkala o'yinchi ham tushunmadim. Bombasi yo'q, B ketyaptimi hozir Senator? Aylanib bormoqchidir balkim. Yo'q, birinchidan vaqt yetadi, lekin bu yerda hamma paytdan qarashyapti-ku ular. Yo, bular save qilmoqchi bo'ldi. Bular save qilmoqchi va do'stlar, bu 3-raund bo'ladi. Bu Stality jamoasi uchun. Qarang, D yutqizsa даже sharhlovchilar orqasi yonadi deb yozishibdi. Men 13-11 Danger yutadi degan prediktni berdim. Mana orqam yonmasa kerak. Bilmadim, kimdir orqasi hozir yonyapti. 7 ni bosib yuborsa o'sha payt orqasi yonyapganligi. Va safe amalga oshirishga tayyor turishibdi. Bu vaziyatda biror bir
minusni amalga oshirish qiyin. Ya'ni Evilda juda ham kam HP, Senator bir o'zi esa 4 ta o'yinchiga qarshi kurashish ilojisi yo'q. Ustality jamoasi 3-raundga qo'lga kiritishdi. Yaxshi raund bo'ldi. Ya'ni Ahror Alixonov double kill va Grinchni smoke'dan bergan kill juda ham yaxshi bo'ldi. Zafar. Mana sizlarga. Mana qanaqa bo'lish kerak haqiqiy fanatlar. Va 10-raundga start berilmoqda. Hozir Ahror Alixonovning minusiga guvoh bo'lamiz. Albatta smoke'dan berilgan minus. Va Senatorning yagona minusi terror tomonidan. Hozir mid tez orada egallanish kerak edi. Vaqt ko'rib turganingizdek hujumda Grinch va Aslanboy yaxshi o'ynashdi. Double kill amalga oshirishdi. Faqatgina Umar minus bilan javob qaytara oldi. Yana 4-2 vaziyat. Va hozir o'z jamoasiga juda ham yaxshi o'yin ko'rsatishdi. Midda Grinch va Aslam. Grinchdan double kill nihoyat uyg'ondi. Boya aytganimdek o'sha Grinch shkolnik uyg'onsa o'z o'yinini ko'rsatib beradi va jamoasini oldinga tortadi. Va 4-2 vaziyat. Adashmasam Grinch o'sha maktabni tugatdi. O'sha shkolnik deyishimiz kerak emas. Yo'q, katta odam bo'lib qolgan bratishga. Kollej boradimi yo nima? Yo'q, kollej institutga borish kerak. Va bu yerda esa hozir Rashard kill bor, lekin player war razminda juda ham ajoyib o'yin qilishdi hozir. Umar esa 3-1 vaziyatda qolib ketdi. Slavida Anitaki Umar qani 3-1 vaziyatda. Mana bunaqa bo'lyapti. Slavida Anitaki. Umarda senator aytganlar. Baribir ham. Agar Umar Robert senator etadi. Davay. Davay. Hozir Umarda tuk mana qilyapti. Yo. Atar bosordingiz. Oy, bitta kill bor, 2-1 vaziyat. Ana endi yaxshiroq o'ynash iloji bor, ya'ni kengroq o'ynash imkoniyati bor. Grinch hozir ko'ramiz. Raund olib berarmikin? Ya'ni to'qnashuvga chiqishga yaqin turgan o'yinchilardan biri. Yaxshi o'ynadi Grinch va Umarni yo'qqa bera oldi. Grinchdan triple kill va Grinch uyg'onib ham bo'ladi. O'z jamoasiga raundlar olib kelishni boshladi. Uyg'onishda jamoasi hozir Uzvitality jamoasi Ustality yana Ustality deb. Bo'ladi. Midda bo'lgan hujumda albatta yaxshi o'ynashdi. Ustality jamoasi a'zolari va ushbu raundni qo'lga kiritishgan edi. 4-6 hisob. Ya'ni keyingi ikkita raundda kim qanday o'ynashini guvoh bo'lamiz. Terrorchilarimiz ekonomik bo'yicha muammolar juda ham baland. Pistoletlarda o'ynashga qaror qilishdi. Va nihoyat Aslam sakrab oldi va bu yerda esa hozir informatsiya bor. Garaj botganlik haqida ikkita o'yinchimiz keyfdan boshlagan va Player One hozir bitta minusni berishga amalga oshirdi. Lekin Speedy hozir chiqib ketdi va Aslamdan ajoyib prostrelni ko'rmoqdamiz va bu yerda Ahror yana tekilni amalga oshirdi va bu yerda Evil ajoyib headshot 3-2 vaziyat qilib bermoqda o'z jamoasi uchun va 3 ta o'yinchi ham keyfdan va bu yerda Speedy hozir 3-1 vaziyatda qolib ketdi. Shoshilma, keyfga kirib ol. Aslam lekin Aslam tayyor edi o'sha biroz. Aslam 2 ta kill berdi va Ahrordan ham 2 ta killni ko'rmoqdamiz va do'stlar hozir 5-6 vaziyat. 5-6 nahotki teng raundlar bilan tugasa o'yin. Ya'ni birinchi bo'limning oxirgi raundi va eslatib o'tamiz, bu safar Danger Sport jamoasida ham avtomatlarga pullar bo'ladi va avtomatdan olgan holda o'yinni davom ettirishadi. Mana bu joyda Speedy Evil minusini ko'rsatishda yaxshi bo'lardi Deagle'da. Ham chiroyli chiqdi minusi. Lekin ko'rsatishmaydi, Speedyning oxirgi minusini ko'rsatishdi va shu bilan raundga nuqta qo'yildi. Va birinchi bo'limning oxirgi raundida ko'ramiz qaysi jamoa ushbu raundni qo'lga kiritishar. Oq ilovasi orqali gazli bos xizmati 3000 so'm evaziga bir kunga cheksiz internet va aloqani aktivlashtirishingiz mumkin. Juda ham yaqin aloqa. Yaqin aloqa. Juda ham yaxshi aloqa bo'ladi. Oq bilan birgalikda. Albatta. Va ko'ramiz, hozir ikkala jamoalar ham shoshilishayotgani yo'q, minuslarni poylashmoqda va raqiblarni xato qilishlarini kutishmoqda. Ahrordan AWP. Ahror o'zini simple momentini hozir ko'rsatarmikan bizga? Ko'ramiz. Ahror Alixonov yoki Simple Alixonov qani? Ko'ramiz. Hozir eng qizig'i Ahror qayerda? Ada turibdi AWP bilan. A hududida turibdi va ikkala jamoa ham shoshilmayapti hozir. Bilib turibdi, bu raund juda ham muhim. Oldinga chiqib olish yoki o'yinni tenglantirib olish uchun. Ikkala jamoa uchun ham juda ham to'g'ri, kerakli bo'lgan raundlardan biri. Va Zafar hozir Catwalkga yaqin turganligini ko'rib turibmiz. Senator ham ushbu paytlarni tekshirib turibdi, lekin hali hech kim to'qnashuvga chiqqani yo'q. Menimcha Senator HPSini granatada ketkazishdi, adashmayotgan bo'lsam. Chunki rampaga granata otgan. To'qnashuvni ko'rganimiz yo'q lekin. Zafar hozir push qilib ko'rmoqchi Catwalk orqali. Mana bu move hozir qilyapti va bu yerda esa Speedy kutgan edi va Aslam hozir. Voy, mana nima qilyapti?
Prosta kirib Nasher beradi. prosta kirib ketdi va bu yerda Player 1 uchun flash qotib berildi. Player 1 killni amalga oshirmoqda va B hududida hozir yana bitta headshot berdi, lekin Umar hozir headshot berib uni minus qildi. 3-2 vaziyatda qolib ketishdi. Grinchdan kill bor. Grinch yana bitta killni amalga oshirmoqda va bu esa katta ehtimol bilan 6-raund pistolet uchun va bu yerda juda ham yaxshi o'yin ko'rsatdi. Aslan bilan hozir Grinch. Mana o'sha biz duo yoqildi. Eng qiziq Ahror snayperdan o'qqa uzgani yo'q. 2-ga chiqishdida va mana 6-6. Nasib qilmagan ekan. Juda ham teng o'yinni ko'rmoqdamiz. Adashmasam Ancient'da KT sal kuchliroq. Ha, ko'ramiz. Ancient'da kuchli albatta. Uni tan olishimiz kerak. Tan- Lekin menimcha Ustality jamoasi hujumi yomon emas. To'g'ri. Tan olish kerak. Evil o'yinni juda ham yaxshi boshlab berganda 9-0 ketyapti. Hozir 12-ga 8 ketmoqda va Aslam ham unga yetib olsak ham bo'ladi. 12-ga 9 va do'stlar, sizlar bilan birgalikda ikkinchi to'pponchali raundni boshlaymiz va bu yerda esa hozir A hududiga kelishmoqda Ustality jamoasi va bu yerda Evil. Yana o'sha Evil, yana o'sha to'pponcha bilan nima qilib berar ekan? Evil haqida informatsiya bor. Evilni Player 1 tinchlantirmoqda va bu yerda A hududida hozir hech kim yo'q va portlovchi modda qo'yilishi kerak. Player 1 esa uni qo'yishni boshladi va Ahror bilan Aslam sekin to'g'ridan chiqib ketishmoqda. Yo'q. Grinch hozir middan lurk o'ynab minus berdi va 3 ga 5 vaziyat qilib bermoqda va 3 ta o'yinchi Templedan Zafar ko'rdi. Temple haqida informatsiya bor va hozir Templedan chiqishga berish kerak emas va bu yerda Aslam hozir pik qilib bilib oldi. Hozir hamma Templeda ekanligini va bu yerda Umardan bitta kill bor. Rusher yana bitta amalga oshirmoqda. Ahror esa rasmiy bermoqda, juda ham yaxshi. Speedy yana bitta kill bor. 2 vaziyat va bu yerda portlovchi modda o'z ishini amalga oshirmoqda. 10 soniya vaqt qoldi. Defuse kiti yo'q va bu yerda esa Player 1 bitta kill amalga oshirmoqda. Player 1 yo'q. Speedy bitta kill bordi va bu yerda vaqti yo'q. Vaqti yo'q va bu esa 7-raund. Ustality jamoasi uchun do'stlar juda ham ajoyib o'yin ko'rmoqdamiz. Wow, qoyil. Lekin Speedy o'ylamadim ikkitani minus qilib ketadi deb. Lekin Mainni minus qildi, keyin Donatni minus qildi. Juda ham chiroyli o'yin ko'rsatdi, lekin vaqt baribir o'zining so'zini aytdi. Oxirida va ko'rib turganingizdek, bu safar Ustality jamoasi oldinga o'tib olishdi va Abobleska qilingan hujum o'zini foydasini berdi. oqladi. Va birinchi marta hozir bu xaritada Ustality jamoasi oldinga chiqib oldi. Olqishlar. Eslatib o'tamiz, Gravastar, Ataka va Cougar jamoasi a'zolari o'rtasida, ya'ni in-game bilan birgalikda o'tkazayotgan ushbu giveawayda qatnashish imkoniyati bor. Instagramga o'tasiz, like, поделиться tugmasini bosasiz va giveawayda qatnashasiz. Juda ham oson. Va bu yerda Aslam hozir Amayni push qilganini ko'rmoqda. Aslam minus qiladimi? Yo'q, Rusher minus qilib yubordi Aslamni va bu yerda hozir B'ga fast round qilish kerak Ustality jamoasi, chunki B'da hech kim yo'q. Buni bilishgan holatda hozir chiqib kelmoqda B'ga Ustality jamoasi. KT haqida informatsiya bor. Ahror hozir ko'rdi o'yinchilarni va ikkita smoke ham otib qo'yildi, bo'ldi. Endi bu yerga fight qilish kerak emas, vaqt o'ynash kerak va Keyfdan hozir Umar orqadan kelmoqda va bu yerda Tefartni amalga oshirdi. Speedy rasmiyda va bu yerda Speedydan 2 kill. Grinch rasmiyda va Grinch informatsiya bor va Grinch 3 ga 1 vaziyatda qolib ketmoqda. Grinch bitta insni amalga oshirdi va 2 vaziyatligini biladi va hozir juda ham vaqtga o'ynashlik kerak. Rasmiylar yo'q, afsuski. Bir vaziyat zo'r bo'lardi. Defuse qilmoqda. Grinch ko'rdi va defuse qilayotgan odam qo'yib yubordi va bu yerda Speedy hozir defuse qotgan payti qo'yib yubordi va Grinch eshitmoqda uni push qilayotganligini. 1 ga 1 vaziyat vaqt ketmoqda. Grinch 1 ga 1 vaziyatda va Grinch hozir duel o'tkazmoqda. Vaqti bor edi lekin. Yo, shipchik yo'q-ku. Vaqti bor edi agar yugurganda. Yo, 10 sekundga ulgurmasdi. 13 sekund bor edi, 13 sekund. 3 sekund ulgurmasdan ham chetib olishgan. Buni tushundi va shuni hisobiga orqaga qochishga qaror qildi. 608 hisob va Dangerous Sport jamoasi eslatib o'tamiz, yakka raund edi Dangerous Sport. Grinch clutch olib chiqmoqda. Juda ham ajoyib o'ynab berdi ukam. WW yaxshi. Ham WW qarsiylar bo'lsin. Jota qarsiylarni eshitmayapmiz. Keyin safar eshitsa kerak. Speedy yaxshi o'ynadi. Keyfdan chiqib ikkita minus amalga oshirgan edi, lekin Grinch baribir oxirida bermadi raqiblariga bombani yetishga, shuni hisobiga osonlikcha raund qo'lga kiritildi. 608 hisob. Ana endi Dangerous Sport jamoasi ham avtomatdan olgan holda o'yin davom etishadi. Senatordan kutilgan device-ni ko'rib turibmiz. Juda ham xavfli o'yin va Umar hozir Catwalk'dagi o'yinchilarni eshitdi, lekin nimagadir unga qaramadi. Sal qoldi hozir. Flash otib berildi. Ayoq bu rasmiy ekan va Player 1 double kill va Aslam hozir Player 1 ni tinchlantirmoqda. Tinchlanning, biz ham kill qilaylik deyapti. To'rga 3 vaziyat va A hududiga kirib kelishmoqda. Bu yerda esa hozir Rusher Amayni push qilgan holatda informatsiya yig'moqda. Donutda o'yinchilar kirib kelayotganligi haqida va bu yerda esa hozir A hudud top toza. Agarda hozir Rusher kill bermasa, Danger jamoasining ahvoli voy bo'ladi va bu yerda Rusher hozir pik qilmoqda. Rusherdan birinchi kill bor. Rusher 2 kill qiladimi? Yo'q, Aslamni tinchlantirmoqda. 3 ga 2 vaziyat.
portlovchi modda qo'yilishi kerak. Senator esa hozir kelmoqda va senator bomba qo'yishga bermadi Grinchga va bu 2-1 vaziyatda qolib Ahror ketdi. minus berdi. Senatorga orqadan kelib. Ishda ketidan chiqqanligi haqida informatsiya bor va ikkita o'yinchi birga o'ynash kerak va bu yerda Ahror Alixonov yaxshi o'ynadi va 9-raundni jamoadoshlariga olib bermoqda. 9-6 hisob va joy almashgandan keyin hali Danger Sport bitta ham raund olishgani yo'q. Ya'ni himoya nimagadir passivlik qilmoqda. Mana bu joyda ikkala o'yinchilar ham bir-birlarini tushunishmadi va mid berib qo'yilgan edi. Va o'z navbatida Senator orqasidan kelgan Ahror uni ham minus qildi va Speedini ham minus qilgan edi. Shu bilan 9-raund qo'lga kiritildi va o'yinimizning 16-raundiga yetib keldik. Bu vaziyatda siz Les Silas'dan Let's Case 2 setini bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Yetkazib berish bepul va ikkita odam qo'yadigan bemalol setni o'zingiz uchun sotib olishingiz mumkin. Va Aslanboy hozir minus amalga oshirildi. Ahror bu vaziyatda Rashar tomonidan yo'q qilingan edi va player hozir biroz kirib kelmoqda, lekin Rashar ishonchli o'ynadi va double kill bilan jamoadoshlariga 4 ga 1 vaziyatni olib bermoqda. Va juda ham qiyin bu raundni olib chiqish. Aslam hozir 24% joni bilan 3 ga 1 vaziyatda qolib ketmoqda va Aslam hozir highlight ko'rsatadimi degan savol tug'ilmoqda. Yo'q, qiyin. 3 ga 1 bu HP bilan qiyin. Menimcha bomba ham tushib qolgan. Yo'q, bermadi Rasher va bu yerda do'stlar bizda 7-9. Do'stlar, iltimos sizlardan like va podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Bizning mana shunaqa turnirlarimizni sizlar mana shunaqa like qo'yib, qo'llab-quvvatlashinglarni kutamiz. Biz har doim 4000 dan oshibdi prosmotr. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri efir ko'rayotgan onlaynimiz. Hozir mana misol uchun 7-9 bo'ldi. Men sizga boya aytdim. Nima dedi? Do'sto Danger Ancient'da yaxshidi. Mana hozir Danger yana round olishni boshlashdi va eng qizig'i hozir pul yo'q. Eko qilishmoqda Ustality jamoasi va yana o'sha A ga kelishmoqda va A da esa Umar turibdi Molik bilan va hozir ko'rishi bilan sraz o'tadi hozir Molikni. Smok otib qo'ydi. Smokka chiqishmasa kerak endi bular. Ehtiyotkorlik bilan o'ynamoqda. Ular smokka chiqmoqda, lekin Umar esa buni kutdi. Umar buni kutdi. Va kerakli bo'lgan minus amalga oshirdi. Open frag va kamchilik bilan o'ynashga qaror qilish, majbur bo'lishadi. Ustality jamoasi a'zolari o'z navbatida Danger Sports qanday o'yin ko'rsatishadi, buni tez orada bilib olamiz. Hozircha Ustality jamoasida qanaqadir plan yo'q. Yaxshi molik otildi. Zafarga va Umar double kill amalga oshirmoqda. Umar esa hozir ani biton ekanligini ko'rsatmoqda va Eka raundda kill qilish qiyin to'g'risi. Eka raundda kill qilish qiyin va Umar triple killni amalga oshirmoqda va 3 ta kill. Senator qulab qoldi menimcha. O'z skinini bizga ko'rsatmoqda edi va bu yerda esa Evil killni amalga oshirdi. Razmin bor. 2 ta kill yomon emas. Eka raundda va bitta granata. Wow, juda ham chiroyli granata oldi. Speedy o'yinchi tomon. Speedy boshiga tashadi granata. 9-8 hisob. Boshiga tashadi. Granat otmagan ham raund olish qiyin edi. 3-1 vaziyatda 28 HP bilan deyarli ilojsiz edi. Va 708 hisobi bir-birlariga teng raqib ekanliklarini ikkala jamoa a'zolari ham ko'rsatishmoqda. Juda ham chiroyli granat uchib kelgan ekan. Va mana endi yana bitta eko raund ko'ramiz. Ya'ni bitta kalash va 4 ta, bitta Uzi va 4 ta pistolet. Yana eka round, birgina kalash Aslamda va hozir o'sha kalashni ishlatish kerak. O'z joyi keldi shu kalash ishlatadigan. Albatta. Chunki hozir jamoasiga round kerak. Albatta. Pul yo'q. Eka round. Pul yo'q. Azafar hozir albatta raqibni eshitmoqda. Senator bu vaziyatda rash qilib ko'rdi, lekin olmadi. Dimni orqasidan ko'rishgan. Hozir bilishyapti. Senator keyfda deyapti. Taxminan. Senator keyfda deyapti va Senator hozir info beryapti keyfda o'yinchi borligi haqida va yana kelyapti Senator. Qanday chiroyli headshot Zafar yo'q qilingan edi va ikkinchi o'yinchini ham yo'q qilmoqda. Grinch bu vaziyatda yo'q qilindi. 8 HP bilan qolgan Senator qo'rqayotgani yo'q va Catwalkga chiqib kelmoqchi, lekin bu vaziyatda Ahror tayyor edi. Meni amalga oshirildi. 3-4 vaziyat, lekin Rasher Aslanboyni yo'q qilib berdi. Kalash yo'q qilindi. Yagona kalash egasi yo'q qilindi. Ahror hozir yugurib turib otmoqda va Ahror yana bitta kill amalga oshirdi. 3 ga 1 vaziyatda qolib ketdi, lekin Rasher yo'l qolmayapti. 9 ga 9 hisob va hozir tenglashdi. Senator qo'lni tepaga ko'tarib yaxshi bo'ladi otdi va hozir mana shu raundda o'yin hal bo'ladi bo'layman. Chunki Ustality jamoasida ekonomika juda ham yomon ahvolda. To'g'ri aytasiz. Mana o'sha Hayeshka oldingi raundda nimadir
highlightlarni qo'yib olishdi. 9-9 hisob va ko'rib turganingizdek, Ustality jamoasi a'zolari oxirgi pullarga kalashlar olishdi. Shuni hisobiga full qanaqadir raskitlar yo'q. Voy, ko'rmadi. Grant yana bitta smoke bor ekan ichkarida. Shuning uchun ko'rmay qoldi va mid to'liqligicha egallanmoqda. Terrorchilarimiz tomonidan hozir Red Roomga Hamma o'yinaga Red kirib ketdi. Roomga. Hamma o'yinaga kirib ketdi va bu yerda esa Wow. Red Room haqida informatsiya bor va bu takror birinchi killni topmoqda va bu esa Evil Voy, oyog'iga. Rasherdan bitta kill bor va bitta o'yinchini low HP qoldirgan ikkita o'yinchimiz Ada va qariy KTga smoke otib qo'yishdi o'zlari. Raskit yo'qmi? Bilmadim, bu yerda Bilmadim. o'yinchilar hozir aya kirib keldi va smokedan chiqib kelmoqda Player One va Umarni hozir xatosi uchun Yo'q qilishdi. kechirmadi va bu yerda Rasher hozir qo'rqyapti do'nat o'yinchi borligi haqida va bu yerda Ahror yana bitta kill amalga oshirdi. 4-2 vaziyat va bu yerda senator chiqmoqda, lekin Aslanboy tayyor ekanligini ko'rmoqdamiz. Hamma o'yinchi low HP, birgina Speedy qoldi hozir 4-1 vaziyatda. 4 ta low HP o'yinchilarga qarshi birinchi minus amalga oshira oldi. Ahror vaziyat yo'q qilingan edi, lekin 30 soniya vaqt qolmoqda. Speedy tezroq o'ynash kerak. Hozir ko'ramiz u qanday minus amalga oshira ekan. Hozir ko'rarmikin AMO'yindagi o'yinchilarni. Yo'q, hamma bilib turibdi. O'tda kelib turibdi. Hammamiz low HP Granata. qoldi. Pik qilmaylar deyapti. Vaqtga o'ynaymiz deyapti. Ha, bo'ldi, bu vaziyatda qiyin. Grinch bermadi va bu esa 19. Wow, qo'yib qolish kerak. Va Ustality jamoasi yana oldinga o'tib olishmoqda. Dangerous Sports raundni qaytarib olishadimi yoki yo'qmi? Buni tez orada birgalikda guvoh bo'lamiz. Red Room juda tez egallangan. Lekin kutilmagan golni berishdi hozir. Albatta. Oynaga 5 ta o'yinchi bo'lib borish unchasiga emas. Albatta. Risk. Nimagadir granatalar otishmaydi. Kontrterrorchilarimiz bor edi, granatalar, lekin nimagadir berishmadi Respawnga. Va shuni hisobiga bu raund Ustality jamoalar tomonidan egallandi. Ha, derski raund bo'ldi. Qo'rqmasdan xarakter ko'rsatadigan raund bo'ldi va hozirda ko'rib turganimizdek Danger Esport jamoasi yana bayqilmoqda va bu yerda Keyfda Senator o'zining sevimli to'pponcha shu quroli bilan Quroli. XM Dravavik bam 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 Krokodilan deyshadi. Nimagadir. Krokodilan. Chunki u orujada yugurib o'tsizdan tiyadi, chonsmi? Tushunarli. Faqat blижний distansiya bo'lishi kerak. Ishlab oladi. Ko'ramiz, Zafar yana Red Roomni egallamoqda. Bu safar Yana oynaga keshyapti va yana oynaga o'shanaqa raund qilisharmikan? Umar hozir bekinib olgan smoke otishdi KTga. Bu svoy. O, mana bu yerda esa hozir Evil chekinmoqda va Evil orqadan hujum qildi. Voy, Evil. Evildan Triple bo'larmikan? Yo'q, Aslanboy tinchlantirmoqda. 3-4 vaziyatda qolib ketdi va birgina Amindagi hozir Rasher 3 qolmoqda va Ahror yana bitta Qaramaydimi Rasher? Rasher mis qilmoqda va bu yerda hozir uni kechirish kerak emas. Qo'yib yuborishdi hozir Rasherni va Rasher. Voy, nozum. Lekin Ahror yana bitta kill amalga oshirdi. 2-2 vaziyat va Senator hozir o'zini sevimligani bilan pik qilmoqda. Ikkita kam xatoli o'yinchi. 15% joni bilan 2-1 vaziyatda qolib ketdi. Wow. Qoyil, 10-raund ham qo'lga kiritilmoqda Dangerous Sport jamoasalari tomonidan. Bu safar oldingi raund o'xshamadi, chunki u yerda Evil tayyor edi. Katta Respawndan ularni kutib olishga. Mana double kill amalga oshirdi, triple killgacha esa o'qlari yetmay qoldi. Lekin uni jamoadoshlar oxirigacha yetkazib qo'ydi albatta. Mana bu Nozum ham chiroyli bo'lgan edi. Voqlik minusni ko'rsatadi. Dangerous Sport jamoasi hisobni yana tenglashtirmoqda. Mana haqiqiy actionlarga boy o'yin degandik va shuni bizga ko'rsatishmoqda. Ya'ni teng kurash arasida bo'lib o'tmoqda. Umar kerakli bo'lgan open fragni amalga oshira oldi. Bir-biriga juda ham munosib o'yin ko'rishmoqda va bu yerda Aslanboy esa keyingi raundga yo'l olmoqda. 4-5 vaziyat, hujumda 4-5 vaziyatda o'yin davom ettirib qo'ysa bo'ladi va yana o'sha Senator hozir o'zini XM bilan smoklarga otib kill topishga harakat ko'rmoqda va qarang. Qo'rqmasdan chiqib bam. Xapani ketkizdi ozgina bo'lsa ham. Qarang. Bu safar qopga solishdi uni, chunki ikki tarafdan hujumni amalga oshirgan edi. Speedy bir o'zi qolib ketmoqda Keyfda. Ahror kill amalga oshirdi va bu yerda 4-3 vaziyatda qolib ketishmoqda. Umar esa 19 foyjoni va bu yerda Zafar. Ikkita kill juda ham kerakli vaqtda hozir yoqilmoqda va bu esa safe 11-raund. Safe round 11-12 hisob va bir-biriga yaqin bo'lgan shotlarni guvoh bo'lmoqdamiz. Xatolik yo'l qo'yindi. Nimagadir Senator hujumni amalga oshirishga qaror qildi va u kutib olingan edi. Juda ham bir-biriga munosib o'yin ko'rishmoqda. Va safe 20 soniyadan kam o'sha vaqt qoldi bombani portlashiga. Va sizlardan do'stlar like-ni so'rab qolardik. Iltimos qilaman, 4 mingta like qilib qo'yishinglarni. Krasavchik. Chunki bunaqa turnirlar har kun ham bo'lmaydi do'stlar. Bunaqa turnirlar
yilda ikkita bo'ladi, adashmasam. Agar like va поделиться tugmasi milliarddan oshib ketsa, 1 milliard like yig'sa deydi-ku bir kunda. Ha, okey, qanaqa. Unda xaroy qilamiz. Akalar, o'zbek siyla, bosinglar. Ya, hammasi albatta hazil, lekin har bitta hazilda chini bor. Agar like va поделиться tugmasi juda ham ko'p bo'lib, aksiya juda ham ko'tarilib ketsa, balki yilda 4 marta qilamiz. yoki 3 marta. Bo'lishi mumkin. Endi aktivga qaraymiz. Albatta, har bitta faslda bir marta KS. Hop, o'yinning 22-raundi boshlanmoqda. Va bu yerda ko'rib turganimizdek, hozir ekonomika bo'yicha hozir Danger Esportda muammo bor va eslatib o'tamiz, Lesales tomonidan Let's Case 2 seti bo'lmoqda. Mana shunday o'yinlarni, shunaqa set olib turib o'yinni ko'rsanglar mazza bo'ladi va bu yerda Senator yana o'sha XM bilan hozir yana kiyib kirib olmoqda. Hozir yana otadi. Bam. Bu safar granat uchib keldi va Kruch HP bilan qolmoqda Senator. Va terrorchamiz bu raundni ham o'qishmoqda. Ya'ni juda ko'p raund bir xil o'ynalganligi uchun Senatorning qayerda ekanligini taxminan bilib turishdi. 21 HP qoldi. Mana bu Molotovdan keyin va Senator orqaga chekinishga majbur bo'lmoqda. Va ko'ramiz, terrorchilarimiz yana minusni poylashmoqda. Qanaqadir minus amalga oshirsa keyin kirishadi. Ahror birinchi o'q kirib kelmoqchi. Va Senator pozitsiyasini qarang hozir. O'ng tomonda turibdi. Bayt qilib beradi hozir. Aha. Senator ostida pik qiladi va bu yerda esa Speedy hozir bayt qilib berdi, lekin Zafar tekshirish kerak. Amalga oshirdi Player 1 razmenda, Speedy ham razmenda, keyfdagi o'yinchi. Va bu yerda esa Ahrordan yana razmen 3-3 vaziyat. Hozir longdagi o'yinchi o'qilmayapti. Bu esa Umar hozir seni yoqiladigan vaqting o'z jamoa uchun va bu yerda Umar shot bermoqda va bu yerda Aslanboy javob qaytaryapti. Ikki vaziyat Rusher va Evil, Ahror va Aslanboyga qarshi va bu yerda esa hozir Aslanboy bitikini topmoqda. Evil bilan katta xato va bu yerda Rusher hozir 2-1 vaziyatda va Rusher ko'rdi. Aslanboy bermayapti. Aslanboy qolish kerak. 12-raund qo'lga kiritildi. Ustalisi jamoasilar tomonidan va ikkita match pointni qo'lga kiritmoqda. Ikkita raunddan xohlaganlarini qo'lga kiritishsa, unda ushbu to'qnashuvni g'oliblariga aylanishadi va tepa setkadan keyingi etapga o'tishadi. O'z navbatida yutqizgan jamoa pastki setkaga yo'l oladi. Lekin eslatib o'tamiz, Danger Sport jamoasida hali imkoniyatlar bor, ya'ni keyingi raundlarni qo'lga kiritishsa, hali balki imkoniyatlari bor, lekin bu yerda bizda mana oq sizga yaxshi imkoniyat beryapti. Gazini bosdi. Mana bu yerda esa gazini bosib chiqib keldi Ahror va Ahror bilan Player 1 oz bo'lib ketmoqda. Zafar razmenda Aslanboy esa lurk pozitsiyasini o'ynayapti va informatsiya beryapti. Hozir bittaga o'yinchilar kelayotganligini va hozir Aslanni kutish kerak. Aslan orqada. Aslan hozir yordamga kelish kerak va bu yerda Evil hozir smokda kirib ketyapti. Donutda va Evil haqida ham informatsiya bor. Aslan hozir Donutdagi o'yinchini biladi va Aslan hozir Donutdagi o'yinchini o'ldirishga harakat qilish kerak, lekin Evil bunga tayyor turibdi. Evil ko'rdi hozir Aslan minus ketmoqda Evil. 3-2 vaziyat. Zafar va Grinch hozir Udvachni olib chiqadimi? Va Zafardan birinchi kill bor, ikkinchi vaziyat va bu yerda esa Grinchdan ham kill bor va bu 2-1 vaziyat va bu esa KK. Prosta qolish kerak va 2-3 vaziyatni olib chiqib ketdi. Kameraga fakki ko'rsatdi Ahror. Bo'lishi mumkin emas. Bunaqa emotsiyalar juda ham kerak albatta o'yinda va 13-10 hisobida prediktingizga 13-10 dedim sizga aka. 5 olib qo'ying. Prosta qolish kerak. 13-10 degan edi. Ha, 13-10. Nima ssenariy yozib keldinglarmi ertalab? Yo'q. Juda ham yaxshi o'yin bo'ldi. Ikkala o'yinchilar, ya'ni ikkala jamoa tomonidan ham bir-biriga teng kurash arasida bo'lib o'tgan o'yinda oxirida Ustality jamoasi ikkita chiroyli hujumni amalga oshirishdi va mana shu hujum Danger Sport uchun juda ham kutilmagan bo'ldi. Birinchisi o'sha Red Roomga to'g'ri kirilgan hujum. Ikkinchisi mana hozirgi hujum edi. Juda ham ajoyib bir-biriga munosib o'yinni ko'rdik do'stlar va bu yerda hozir o'yindan keyin jamoadoshlarini quchoqlab, "Seni sevaman" deb aytishmoqda bir-biriga va teammate sifatida jamoadosh. Tushunarli. O'yiningni sevaman deyapti. Ha, yaxshi o'ynadi deyapti. Yaxshi o'ynadi. Gigi. Yaxshi o'ynashdi ikkala jamoalar